Assalomu alaykum. Bugun siz bilan eko muvaffaqiyatli bo'lishiga ta'sir etadigan 3 ta faktor haqida gaplashamiz va men Fazliddinova Feruza Nazrullayevna, reproduktolog, akusher-ginekolog, Toshkentda joylashgan Tuline klinikasini asoschisi sanalaman. Keling, mavzuga o'tsak. Xo'p, eko muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qanaqa 3 ta faktor bo'lishi zarur? Birinchi faktor albattaki bu sizning embrioningiz. Embrion sifatli, morfologik chiroyli va genetik sog'lom bo'lsa, homiladorlik bo'lish ehtimoli oshadi. Xo'sh, qanday faktorlar bu embrionni yuqorida aytib o'tganimdek chiroyli, sog'lom bo'lishiga ta'sir etadi? Birinchi o'rinda bu ayol kishining tuxum hujayrasi. Tuxum hujayra qanchalik sog'lom bo'lsa, qanchalik yosh bo'lsa, qanchalik xromosom anomaliyalardan toza bo'lsa, sifatli embrion bo'lish ehtimoli ham oshib boradi. Ma'lumki, statistikaga ko'ra, nafaqat eko uchun, umuman tabiiy homiladorlik uchun ham 30-35 yoshgacha ayol kishining imkoniyatlari yuqori sanaladi. 30-35 yoshdan keyin, ayniqsa 40 ga yaqin holatlarda tuxum hujayralarining sifati buzilishi natijasida, ularda anomal xromosomalarning miqdori oshishi natijasida homilador bo'lish imkoniyati ham, sog'lom farzand bo'lish imkoniyati ham afsuski kamayib boradi. Shuning uchun 35 yoshgacha agar sizda 1 yil davomida homiladorlik yuzaga kelmasa, bepushtlik deb tashxis qo'yilsa, 35 yoshdan keyin 6 oy bunaqa tashxis qo'yish uchun yetarli hisoblanadi. Chunki 35 yoshdan keyin siz harakatingizni 2x tezligida oshirishingiz kerak degani. Chunki tuxumdonlar ham 2x tezligida afsuski qarish etapiga o'tib ketadi. Ikkinchi zarur faktorlardan biri bu sizni vazningiz. Qanchalik ayol kishining vazni ortiqcha bo'lsa, diqqat, juda ham kam bo'lsa ham tuxum hujayrani sifatiga ta'sir etishi mumkin sanaladi. Yana bir faktorlardan biri bu albattaki turmush o'rtog'ingizning urug'i. Urug' ham imkon qadar sog'lom, sifatli va yetarli miqdorda bo'lishi kerak sanaladi. Nima ta'sir qiladi erkak kishining urug'iga? Albattaki uni yashash tarzi, zararli odatlarni bor yo'qligi, surunkali stress holatidami yo'qmi? Kechasi tunda bu erkak uxlaydimi yoki navbatchilikda ishlaydigan kasbda ishlaydimi? Kasbidagi professional holatdagi ishlash sharoiti, ya'ni juda ham issiq holatda emasmi, juda ham sovuq holatda emasmi va hokazo. Va shuningdek, yondosh holatlar ham, yondosh kasalliklar ham o'sha erkakni urug'iga ta'sir etishi mumkin. Bu saharni diabet, bu qalqonsimon bez kasalliklari, bu oshqozon, ichak, jigar xastaliklari yoki infeksion kasalliklar shular jumlasiga kiradi. Yana bir embrionni sifatiga ta'sir qiladigan narsa albattaki bu uni genetikasi. Genetik materiali sog'lomligi muhim ahamiyatga ega sanaladi. To'g'ri, morfologik jihatdan embriolog ham, reproduktolog ham embrioningizni juda ham chiroyli, a'lo sifatli deyishi mumkin, ammo ko'rinish jihatidan genetikani aytib bo'lmaydi. Faqatgina maxsus PGTA, PGTM usullari yordamida embrionni genetik sog'lom emasligini aniqlash mumkin bo'ladi. Yosh kattalashgan sari, yuqorida aytib o'tganimdek, embrionlarda xromosom anomaliyalar bo'lish ehtimoli ham oshib boradi. Xo'p, eng asosiy ikkinchi faktorlardan bittasi bu bachadonni ichki qavati, endometriy, ya'ni shu embrionchani qabul qilib oladigan ko'rpachasi desak bo'ladi. Mana shu endometriyni retseptivlik va sezgirlik sifatlari bor. Mana shu sifatlari asosida u embrionni tanlaydi. Ishonasizlarmi? Ha, to'g'ri eshitdinglar. Endometriy embrionni o'zi tanlaydi. Bu embrionni qabul qilamanmi? Yo'q, bu embrionni qabul qilmaymanmi deb. Maxsus reaksiyalar ta'sirida, maxsus kimyoviy moddalarni almashinuvi ta'sirida endometriy farqiga bora oladi. Unga yopishmoqchi bo'lgan, unga o'rnashmoqchi bo'lgan embrion sog'lommi, sog'lom emasmi? Mana shu xususiyati endometriyning yosh o'tgan sari kamayib borar ekan. Shuning uchun 35-40 dan keyin nafaqat embrionda genetik anomaliyalar bo'lishi mumkin. Hattoki endometriy ham shu genetik anomaliyalarni to'g'ri ajrata olmay, shunaqa embrionni qabul qilib olish ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun ko'proq yoshi kattalarda bunaqa holatlarni ko'proq kuzatamiz.
Endometriy imkon qadar qalinligi 7 millimetrdan qalin, strukturasi 3 qavatli va hayz kuniga mos holatda bo'lishi kerak deb aytamiz. Endometriyda nima bizga xalaqit berishi mumkin? Surunkali endometrit, ya'ni surunkali endometriyni shamollash holatlari. Endometriyni ichida har xil o'simtalar bo'lishi, bu poliplar, bu chandiqlar, seneykalar abortdan keyin qolgan bo'lishi mumkin. Bizga xalaqit berishi mumkin trubalar yopilib qolib yoki trubalarning ichida yallig'langan suyuqlikni bo'lishi. U bachadonga joylashgan embrionchani oddiy qilib tushuntirganda yuvib tashlashi mumkin yoki yallig'langan suyuqlik doimiy ravishda surunkali endometrit holatiga olib kelishi mumkin. Endometriyni o'smaslik holatlari mana shular biz uchun kerakli bo'lgan, embrionni o'rnashi uchun kerakli bo'lgan endometriy qavati bo'lmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Albatta bu sabablarni bartaraf qilib, keyinchalik endometriy chiroyli holatga kelgandan keyin embrion ekishni tavsiya etamiz. Va uchinchi faktorlardan biri bu onani umumiy salomatligi, ya'ni uni yondosh kasalliklari yo'qmi, immunologik, gormonal holatini tekshirish kerak bo'ladi. Ya'ni deylik gipotireoz holati, qalqonsimon bezda buzilishlar bo'lsa, ayol kishida insulin rezistentlik, qandli diabet holati bo'lsa, yoki oshqozon ichak sistemasidagi buzilishlar va ularning natijasida chuqur defitsit holatlari bo'lsa, hattoki oddiy, biz uchun oddiy deb o'ylagan anemiya holati, kamqonlik holati bo'lsa, yoki trombofiliya holatlari deymiz, qonni quyilib qolish holatlari, genetik trombofiliya holatlari bo'lsa, antifosfolipidniy sindrom bo'lsa, tizimli kasalliklar bo'lsa, mana shu holatlar eko muvaffaqiyatini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun bunaqa holatlar bo'lganda albatta reproduktolog bir o'zi emas, balki yondosh mutaxassislar bilan birgalikda davo choralari ko'riladi. Bu bo'lishi mumkin endokrinolog, bu bo'lishi mumkin gematolog, revmatolog, gastroenterolog va hokazo. Homiladorlik va eko albattaki natijaga erishishimiz uchun puxta tayyorgarlikni talab etadi. Mana shu tayyorgarlikni inkor etmasligingizni, shu etapga ham alohida e'tibor ajratishingizni sizga tavsiya etgan bo'lardim. Barchaga omad. Agar sizga videorolikimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta buni kommentariyada yozib qoldiring. Qiziqarli savollaringiz bo'lsa ham, albatta biz ularga keyingi videoroliklarda javob berishga harakat qilamiz.